Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, qandaysizlar? Tuzimsizlar? Teplovoy nasos o'rnatgan joyimizga yana yetib keldik. Joy tayyor bo'lgan ekan, hamma narsalarimizni yana o'rnatgani. Hozir o'rnatdik, ashlarni obzor qilib beraman. Mana bu teplovoy nasosimiz, shu ekonomishni 150 kvadratga hozir 4 kilovat ishlatyapti. Umsang firmasiniki. Mana endi xonaga kiramiz. Hamma yoq tepli pol bo'lgan. Isitish, sovutish hamma yoq tayyor. Bu katta 150 kvadratlik joy sotiladigan. Mana narsalar o'rnatildi. Dushovoy, unitaz, rakvina narsalari bilan hamma yoq o'rnatilgan. Mana endi ikkinchi etajga chiqamiz. Bu ikkinchi etajimiz. Bo'ylar o'tilgan. Bu yerda sanuzel. Sanuzelimiz ham tayyor. Ikkinchi etajda shunaqa skromniy, chiroyli qilib turib narsalarni o'rnatib qo'ydik mana. Hamma yoq chiroyli chiqqan. Shunaqa xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Siz bilan Mashrajon Santexnik.